Balangiz sutni rad etyapti. Emib boshlagandan keyin kallasini irg'atadidan qo'yib beradi ko'krakni. Bunday holatda onani birinchi bo'lib kallasine keladigan narsa bu meni sutim yomon, men sutni to'xtataman va smesiya o'tirib beraman degan tushuncha. Aslında bu tushuncha xato, yana buni gaplashib olamiz. Bola sutni rad etgan payti nechadir sabab bo'lishi mumkin. Asosiy sabablardan biri bu bolada bo'lib turgan o'zgarishlar. Masalan, bolada allergik fon bo'lishi mumkin. ABKM, ya'ni sigir sutidan allergiya bo'lishi mumkin. Laktoza yetishmovchiligi bo'lishi mumkin, atopik dermatit bo'lishi mumkin, ya'ni chilla bo'lishi mumkin. Bu yerda ona suti aybdor emas. Bu yerda bola bilan ishlash kerak, ichaklar bilan ishlash kerak va onani maxsus diyetaga o'ttirib, emizishni davom qildirsak, bola sutni olib ketadi. Chunki ona diyeta saqlamasdan allergiya chaqiradigan vajlarni yeyversa, bu yonda bolani sutini beradigan bo'lsa, bu bola baribir bu sutni rad etadi. Qachonki onani tozalab olib, sutini ham tozalasak ve balani emizib boshlaydi. Bu sutni o'sha bola oladi. Demak, bu yerda sabab faqatgina sutda emas, onaning dietasida bo'ladi. Sizni bolangiz ham sutni rad etib turgan bo'lsa, buni sababini aniqlash uchun bemalol konsultatsiya yozilishingiz mumkin va birgalikda bu narsaning yechimini topamiz.